ekanligingizni aytaman. Agar men birinchi bo'lmasam. Tepada ish qanday ketyapti? Sara, shu yerdamisan? Endi aloqaga chiqasanmi? Bu yerdan ketishimiz kerak. Yo'q, otma qariya ichkarida. Lekin yaxshi ish bo'lardi. Jin ursin hammasini. Nima qilyapsan? Steinni qaytarmoqchiman. Seni himoyalaymiz. Ichkaridaligingizni bilaman, qariya. U ketishingni o'tinib so'rayapti. Men senga gapirmayapman. Men professor Steinga gapiryapman. Sizning miyangiz 12 dan kuchli, qariya. Men tushundim. Bilaman, meni ko'p qiynagansiz, meni ko'p himoya qilishga uringansiz. Meni ham Roni deb yo'qotishni istamaysiz. Shuning uchun ham u meni o'ldirishiga yo'l qo'ymaysiz. Chunki sizni miyamda olib yurganman va qanaqa qaysarchol ekanligingizni bilaman. Kurashishingiz kerak. Chunki siz va men Firestormsiz, qariya. Siz va men. Jefferson, yaxshimisan? Ha, sizchi? Uzoq cho'zilmaydi. Men uni ogohlantirishga harakat qildim, lekin bu aqlsiz qiz menga quloq solmadi. Menimcha, doktor Vostok hozir erib ketadi. Bu ajoyib. Menimcha endi qochish vaqti keldi. Tezroq. Asosiy kirishda kema kutib turibdi. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Yuriy ayiqning sharafiga. Qanday qilib o'g'irlikka vaqt topding? O'g'irlikka doim vaqt topiladi. Rahmat. Agar bilsang, oddiy o'g'ri emasligingni bilardim. Men uchun kaltak eding, oramiz endi ochiq. Rahmat. Ko'proq ichamiz, kamroq qayg'uramiz. Qadaq so'zi birinchi marta vaqt jadvalini buzmasdan ish qila olganimiz uchun U haq olamiz. deb ayt, iltimos, Gideon. Kelajak uchun rejalar o'z o'rniga qaytdi. Shuning uchun ichamiz. Rib uchun. Ishimiz reja bo'yicha ketmaganligi uchun. Kapitan uchun. Kapitan uchun. Shoshmang. Jefferson bu yaxshi emas. 1986-yilda Rossiyada ichish yoshi 12 yosh bo'lgan, shuning uchun. Xo'sh, unda bir marta ruxsat beramiz. Axir bugun sen qahramon bo'lding. Hayotimni asrab qolding. Sendan minnatdorman. Ha, bu hech narsa emas. Rossiyalik aqldan ozgan olima bilan birlashib, Serial. senda sherigim borligidan quvon.